$1,166,000 kuchiga ega bo'lgan traktorimiz sotuvda turibdi akalar, xudo xolasa. Yuchay motorli bo'ladi. Injektor motor bo'ladi akalar. 2 etapli filtr bilan jihozlangan. Yana bu avvalgi Zoomleon videolarda aytganimizdek, filtrda hamma datchiklari bor, ya'ni salarkaga, suv kelgan, musor kelgan hammasini aytib turadi, ko'rsatib turadi. Gidrosistemaniki alohida, transmissiya moylari alohida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu 16 motorlarimizni satelitlari usulli variantda qilingani bular. Bu avvalgilariga nisbatan farqi bor. Avvalgilarda satelitlarda muammo chiqqan edi. Bularda xudo xolasa unaqa muammo bo'lmaydi. Hozirgacha sotilganlarda hech qanaqa bunday muammo kuzatilgani yo'q. Hammasi joyida. Yoziq yoshda o'rab qo'yilgan. Sotuvda mavjud akalar, xudo xolasa narxlarni ham aytib ketaman. 540 million so'm qilib beryapmiz akalar. Naqd pulga 100% pul ko'chiraman deganga yana alohida o'zimizning skitkamiz bor o'zimizda. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa sotuvda mavjud.